qo'pol qilayotgan yaqin ushlab yotgan qizchani edi-ku, nimaga kirib yuziga bitta qarab berdi. Bir qizaloq singillarimiz shuni bilishini xohlardim. Agar Xudo ko'rsatmasin, boshiga kulfat tushsa, qonun undan yuz o'girmaydi. Erta ketgan mehmonim bolam, jannatlarda mezbonim bolam. Kanalimiz kuzatuvchilar, shu videoni ko'rib borar ekansiz, siz Nozima kim haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Shuning uchun ushbu video katta bo'lganligi uchun ikki qismga bo'lganmiz. Birinchi qism va ikkinchi qism bo'ladi. Shu videoga like bosing, kommentariyada o'z izohlaringiz, fikrlaringizni qoldiring. Bu ishlar juda ham jiddiylashmoqda. Shuning uchun eshiting, bu Dalil Uz va Nozima kimning onasi va uning yaqinlarining o'rtasidagi suhbatni eshiting va fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Shu hammanikini hozir o'chirib turdik, sal voqli o'chirib qo'ydikmi deb o'ylab, hozir sekin yana ochib chiqyapmiz. 1 minutdan keyin boshlaymiz-da. Keyin yana hammani ovozini o'chirib turamiz. Faqat noto'g'ri tushunishmasa bo'ldi. Navrot o'zimizdan keldi shu taklif. Assalomu alaykum. Shunaqa, assalomu alaykum. Gizapa, salomatmisiz? Tuzumsiz? Rahmat, alhamdulillah. O'zingiz yaxshimisiz? Prosta mana bilmasdan ochilib ketadi. Aybdor qilmoqchi emasman. Bilmasdan ochilib ketadi. Xayolni buzib qo'ymasligi uchun-da bu. Xayollar buzilmasligi uchun hozir gapirib bo'lganlardan keyin Javohir, bundan keyin o'sha hammani ovozi ochilib, xohlagan savollaringizga javob beramiz. Assalomu alaykum Javohirbek, Feruza opa, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Ishlaringga omad, iloyim sog' bo'linglar. Kuninglar barokatli, xayrli o'tsin. Rahmat. Feruza opa, boshladikmi? Ha, boshladik. Xo'p, o'rtoqlar, avvalambor hammaga assalomu alaykum. Hayron qolgandasiz, nima uchun postlar kamayib qoldi, nimaga ishlar to'xtab qoldimi deb. Endi hamma ham emas, ko'pchilik shunaqa o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Ayrim insonlar nimaga postlar kam chiqyapti, ishlar to'xtab qoldimikan yoki qo'ligidan hech narsa kelmayaptimikan degan. Endi hammada har xil xayollar bo'lishi mumkin, lekin u narsani hech kim aytolmayotgan bo'lishi mumkin. Men sizlarga mana Feruza opa bilan birgalikda ishonch bilan aniq bir narsani ayta olamizki, sizlarga biz to'xtab qolganimiz yo'q, aksincha juda ham kuchli ishlayapmiz. Nima uchun postlarni kam qo'yamiz, nima uchun Instagramga umuman qo'ymayapmiz, nima uchun Telegramda qo'ymayapmiz? Sababi qancha ko'p narsa qo'ysak, qancha o'zimizni ko'zlarimizni ochib, oldindan qiladigan harakatlarimizni e'lon qilib beradigan bo'lsak, ular tayyorgarlik ko'rib qo'yapti. O'shaning uchun kutilmaganda udar qilish menimcha eng to'g'ri yo'l deb bilib, ora-orada bitta post qo'yib qo'yamiz. Bugungi sizlar bilan bo'ladigan suhbatimizda shu 3 oy davomida bizning qo'limizga yig'ilgan hamma dalillar, kim nima gapirgan, kim nima qo'ygan, boshidan oxirigacha hammasini tahlil qilib chiqdik. Ana mana shu tahlil qilib chiqdik, ya'ni kimlar bilan? Bu yerda men, Feruza opa, men bolalar, endi bu yoqda o'zi aslimni 4 soat ichida o'zimizning detektiv jamoamiz, Dalil jamoamiz